Assalomu alaykum barchaga. Bugun ikkita traktorimiz birdaniga sotilib ketgan. Ikkalasi ham 504 50 ot kuchlik. Bittasida mana pluglari ham bor ekan. Assalomu alaykum akalar, xush kelibsizlar. Hop, qaysi viloyatdan kelgansizlar aka? Surxondaryodan. Hop, isminglar? Quvonlik Rasul. Aha. İsmim Nuriddin meni. Chorib g'ani. Hop, o'zingizlar ko'rib, kelib, proverka qilib oldinglar. Ha, mana nasib qilganlar akalar hammamiz shuni ko'rib. Qayerdan ko'rgansizlar aka? YouTubedan ko'rdinglarmi yoki boshqa? YouTubedan ko'rgansizlar. Hop, oldin ham boshqa traktor mingansizlar? Yo'q, bizlarga birinchi marta. Oldin minganman men traktor. Aha. Qanaqa edi ularda? Misol uchun funksiyalarida, boshqalarida farqi bormi? Men oldin sirim traktorni aytaman, 28 30 traktorni aylayapman. Bu ancha qulaylik bunda. Masalan, aylanma Bluetooth bor, qo'shqolini konditsioner, hamma narsasi bor ekan. Ventilyator, pechka, hamma narsasi bor, qulaylik, ham gidravlika bor. Ma'qul tushdi bizga. Oldin sotilib ketgan prostoyini ko'rgandik. Shuni olmay qoldik, Qashqadaryoga ketib qoldi. Bu endi buni zakaz qilib 4-5 oydan beri zakaz qilib mana oldik mana. U oldingilarida ichki funksiyalarida oddiyroq edi. Ancha o'zgarish bor. Kompressor bor, как положено. Men ham ko'rib ichini hayron qoldim. Anchagina o'zgarib ketgan. Hop, o'zingizlarda dehqonchiliklar uchunmi yoki Bog'imiz bor. Ha, bog'. Yer bog'imiz bor. Sizlarda yer, bog'. O'zingizlar ishlatasizlarmi yoki ishchilarmi? O'zimiz ishlatamiz. Zo'r. Bir ichidan ko'rsatib qo'ysak. Oldingidan men ko'rsatganimdan anchagina farqi bor edi. Farqlari Hop. Bularni nima ekan endi? Silinalar ko'tarib. Qanaqadir silina o'zgarib ketgan anchagina. Oldingizda bu narsasi yo'q edi. Hozir mana qo'shilish boshlabdi. Old orqani qo'shib oladigan bor ekan mana. Hop. Bu toshbaqqayon bo'lish kerak. 4 ta skoroskli old orqaga. Bular mana float ko'tarib tushiradigan ujolosi ham. Va bu yerda mana magnitofonlar qo'shilish boshlabgan. Muzika boshqa narsalar eshitgani. Kameralar qo'shilish boshlabgan old orqa. Hop. Konditsionerlar. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda mana ventilyator bor. Buni bunday tushirib ko'tarsa bo'ladi. Eng qizig'liklari ham bor. Tepadan shabalar kirib turgani. Hop. Bir yoqib ko'raylik. Bu yanarmikin? Okey, bir yo'l yaxshi kerak ekan. Hop, bular menimcha oldi orqa. Mana ko'rib chiroqlar. Anchagina funksiyalarida o'zgarish bo'lgan. Mana spina, va halina qalay ekan, havoli. Kompressor qo'yilgan. Gaz. Meni ko'rdinglarmi? Yaqinlaymadinglar? Bilib ko'rdik. Yaxshi haydab ko'rdik. Belki telefon qo'yib oladigan joylar ham bor ekan. Zaryadchik. Hop, suv qo'yib oladigan joylari. Xullas, idealni. Radiosi bor. Flishga qo'yiladi. O, eshitdinglar? Moshi. 4 nafar farzand ham shu boqimanda. Ovoz ham yoraverar ekan. Zo'r, chotki. O'chirib qo'ydim. Hop, mana. Ko'rib turibsizlar. Voy. Endi sekin xudolasa yuklash jarayonini ham olib Endi o'zingizlar meni borib olasizlarda. Yuk mashina kelganmi yoki kelmaganmi? Endi keladi. Endi kelayotgan. Narxlar qanaqa bo'ldi? Chotki? Solishtirib ko'rgan bo'lsanglar kerak menimcha. Yo'q, bilan bu yoqlarning roziligi o'rtasida kelishilgan holda bo'ldi. Boshqa joylar bilan solishtirdinglarmi narxlarini? O'shaning uchun shu mana Fora degan traktorlarni tanladik-da bizlar. Ha, narx bo'yicha. Narxlar bo'yicha ideal. Bizlarga ma'qul kelgani uchun mana. Orqalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Ideal. Yangi terilgan. Hop, video davomida xudo xolasa yuklashlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Shu joygacha mana old tarafdan ko'rinishlari. Kimgadir kerak bo'lsa, hozir 404 dan boshlab 115.04 gacha bor. Ya'ni 40 ot kuchidan hop 150 ot kuchigacha bor. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol tepadagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Video davomigacha ko'rsanglar, xudo xolasa yuklashlari ham bo'ladi. Bitta farqini akalar aytib qolishdi. Balonlari bu bilan buni farqi bor. Mana bu ham 50 ot kuchi. Traktor 504, bu ham o'sha 504. Bu kabinali
Hammasi. Balonlarni mana bu kichkina 11.2 ga 28 ga. Bu ju 12.4 ga 28. Anchagina kattaroq. kattalashib qoldi. Bo'ylarda ham, Mana bu. razmerlarda ham men uchun farq bor ekan, mana qarang. Qalinligida ham boshqasida ham. O'shanday. Anchagina o'zgarishlar katta bo'ladi. Zo'r chotki. O'zgarishlar katta ketdi. Birinchilardan o'qishlar xayriyatlar ekan bunaqasini. Nasib xudo xolasa, Surxondaryoga qarab yo'l oladi. Savolidir. Bitta qora bayir yo'l oladi. Rahmat. Mana bir ikkita ma'lumotlarni ko'rsatib o'tamiz ekan. Mana bitta toshi yo'q deb o'ylamasliklar kerak, chunki bu toshi ichida. Mana oldin qilib almashtirib ishlasa bo'ladi, raketga qarab. Xo'p, keyin mana ichki apparatlari, hamma zapchastlari bor. Standart bo'yicha chiqadi. Shuning uchun hamma do'konga borib so'rasanglar, bemalol topsanglar bo'ladi zapchastlarni. Xo'p. Keyin misol uchun o'tgan safargi elektriklarda bular yo'q edi. Paralarga farqli taraflarni ko'raverasizlar. Keyin bular qo'yilgan, yangi stop chiroqlar qo'yilgan yangi. Keyin masalan, o'tgan safargida bular yo'q edi mana. Zaryadga qo'yadigan joylari ham mana alohida chiqqan. Xo'p, karbonni o'xshatib qo'yilgan. Endi haqiqiy yoki boshqa bilan 1720 kilogramm. Ko'rib turibsizlar. 09-oy 2025-yil chiqqan. Xo'p. Mana uning ko'rinishlari. Kamarlari ham bor hatto. Buni ko'tarib tushiradigan. Oldin qilib olsalar bo'ladi. Oyoqlarga moslab. Bo'ldi. Biz yangi holatda chiqqan. Umuman o'zgarib chiqqan. Yana alohida xudo xolasa obzorlarni qo'yamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Ichkari bo'ylat chiroqlari ham bor. Oba. Mana. Yana alohida xudo xolasa shu traktor haqida obzor qilamiz. Yok, balandligi necha? 270 dedimi? 237 dedimi? Nechadir dedik?
Odamsa o'ynamaydi. Uxlab qo'ydi. To'rt tomondan dam chiqaring, ey. Davay. Bizlar tutib qoldik. Bolonni